Otang rahmatligim o'zingga o'xshagan tajang odam edi. Arzimagan bitta devor uchun dodamni boshini cho'p teshishga ozgina qolgan. Meni otam juda to'g'ri qilganlar. Seni otang o'zingga o'xshagan zixna edi. O'sha devor urushi oldida rejani 450 biz tomonga surib yuborgan ekan. Hali ham hovlilaringda 450 haqimiz qolib ketgan. Rejani sursa ham bilmagan, qovlatda qolgan. Bunday qilamiz. Mayli, haliga aytgandek o'rtamizdagi bir parcha devorni buzamizda, hovlini katta qilib to'yni bir joyda qilamiz. Yo'q, shoshmang. Ey, bu haligi yerni men o'zimnikini ham senga xatlab beraman. O'zimni ham yerimni. Temir daftardan o'tkazdim. Sen pechatmasın. Yaxshi. Yaxshilikni Xudo sevibdi deydi. Rahmat. Qani, ilohi amin. Farzandlarimiz qo'sha qarisin. Rahmat. Tup qo'yib ildiz yozib o'zidan ko'paysin. Allohu akbar.